Bugun 2026-yil Janubiy dehqonchilik ilmiy tadqiqot instituti sug'oriladigan dala maydonlariga mutlaq yangi texnologiya orqali institut olimlari tomonidan yaratilgan kuzgi keng obod navi urug'chiligi ekilmoqda. Bu texnologiya 76 qo'shqator texnologiyasi bo'lib, bu texnologiyaning afzalliklari hisobiga yerdan unumli foydalanish, sug'orish suvlarini 30-40% gacha tejash va mineral o'g'itlardan samarali foydalanishga olib keladi. Bu texnologiya orqali erta ekishdan asosiy maqsad no'xatdan yuqori hosildorlik, yerdan samarali foydalanish va resurslar tejash bilan birgalikda no'xatda asosiy ko'rsatkichlardan, ya'ni donning oqligi hamda oqsil miqdorining yuqori bo'lishiga olib keladi. Bu texnologiya orqali obod navining urug'chiligini erta muddatda yo'lga qo'yish natijasida takroriy ekin uchun yerlar ertaroq bo'shatilib, takroriy ekin ekishga zamin yaratiladi. Buni pirovardida natijasida ushbu texnologiya orqali ishlovchi barcha ilmiy tadqiqot institutlari, fermer xo'jaliklari, dehqon xo'jaliklari, agroklasterlar barchasi yil davomida uzluksiz hosil olishi natijasida yerdan samarali foydalanish, tuproq unumdorligi bilan birgalikda iqtisodiy samaradorlik ham yuqori bo'lishiga olib keladi.